turmush o'rtog'im bilan hech narsa to'g'risida ochiq gaplasha olmayman, ular bilan dialog qila olmayman deb ayollar ko'proq emotsiyalarini ichida qoldirish yoki biron bir muammosi haqida yoki unga yoqmayotgan narsa haqida ochiq oydin gapirishni bilishmaydi. Ularda bu ko'nikma ham yo'q. Yoki turmush o'rtog'ini uni bo'ldi, gapni qisqaroq qil, men hozir eshitishga vaqtim yo'q, yoki mana shu gapni gapirsa unda qanaqadir janjal bo'lib ketish holatlari yoki o'zini yomon his qilish holatlari ayollarda bo'ladi. Ular keyin o'zini muammosi haqida yoki o'zini qanaqadir xohishlari haqida ham ochiq oydin gaplasha olmaydi. Birinchi o'rinda bu уже ko'nikma поведенияsiga aylanadi. Ya'ni siz har doim yodlangan hayot tarzingizda bir xil harakat qiladigan поведениyangiz. Deylik, bu поведение qayerdan boshlanadi? Bunday ayollar ko'pincha onasiga ham nimadir gapirmoqchi bo'lganda, onasiga dardini, sirrini aytmoqchi bo'lganda, ona yoki eshitmagan yoki uni ignor qilgan yoki o'sha ayol gap eshitgan bu holatdan. Bunaqa ayollarda shunaqa xulosa paydo bo'ladiki, men o'z xohishlarimni, o'z emotsiyalarimni, fikrlarimni gapirsam, ular menga nisbatan mana shunaqa munosabatda bildiradi deb, ular har doim ichiga yopilish, gapirmaslik, sir saqlash kabi munosabatlar paydo bo'ladi. Bunaqa holatda siz qachonki mana shu xulosalaringizni o'zgartirsangiz va siz ham gaplashishda, ya'ni hech qanday qo'rquvlaringiz bo'lmasa, asta-sekinlik bilan bu munosabatda eringiz bilan ochiqroq gaplashishga va u qanday munosabat qilishdan qat'iy nazar yomon hisga kirmaslikka harakat qilasiz.